Nima deysan? Ota, pul olib bering, menga pul topib bering. Seni qolgan joydami? Hali pensiya chiqari yo'q. Qaytan olaman senga pul. Lazer chiqibdi, bitta lazer olib bering, ota. Lazer? Lazer, ha. Senga lazer. Pul deysan. To'xta. Bitta mashina kelyapti. Hozir bitta yo'q qilamiz, to'xta. Men yerda yotib olaman, sen to'xtatib pulni olasan. Bo'ptimi? Ota, nima bo'ldi, ota? Ota, turing. Pulni ol, tez, pulni ol, pulni ol. Ha. Pulni ol. Bo'ldi. Bobom urib ketdi endi. Voy men o'zlarim tashladim. Yoshlari katta edi, yuraklarining mazasi yo'q edi. Voy doktorga boraylik, olib chiqing. Yo'q, doktor shart emas. O'zi ozgina yashaydimi, yo'qmi o'zi bilmaymiz. Shu 1-2 so'mni bersangiz o'zim davolatamiz o'zimiz. Shunday qiling endi, o'zi ko'p ham yashamaydi, ozgina bersangiz. Bu amalli emas. Momo qilmang undan, bo'ldi. Rahmat, xo'p. Nima deding? Buni yebsan, hali o'ladigan odam yo'q. Seni o'ldirib keyin o'laman. Yeb patadingdan ana seni.